Siz ham sezdingizmi? Gollivud biroz zerikarli bo'lib qolgandek. Ilgari studiyalar tavakkal qilishardi. Yangi yuzlar, kutilmagan ssenariylar, hozirchi remake'lar, sequellar, spin-offlar. Nega? Chunki streaming algoritmlari shuni ko'rsatadiki, tomoshabin o'ziga yaqin narsalarni tanlaydi va nostalgiyaga intiladi. Yaqinda Las Vegasdagi CinemaCon festivalida Steven Spielberg o'z nutqida kino sanoati faqat rebootlar va davomiy filmlarga tayanmasligi kerakligi haqida ogohlantirdi. Agar biz faqat mashhur brend kontentini yaratsak, biz o'chib qolamiz. Tomoshabinlarga yangi vizual hikoyalar berishdan muhimroq narsa yo'q. Bizga ko'proq original syujetlar kerak. Statistika ham shuni ko'rsatmoqda. Film Stories ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda 120 dan ortiq sequel va ommaviy film davomlari ishlab chiqilmoqda. Ular orasida Qasaskorlar, Qiyomat kuni, Batman 2-qismi, Duna 3, Shrek 5, O'yinchoqlar hikoyasi 5 va boshqalar bor. Xo'sh, muammo nimada? Gollivud zerikarli bo'lib qoldimi yoki biz o'zimiz yangi narsalarni tanlashdan qo'rqyapmizmi?